Assalomu alaykum hammaga. Bugun 2026-yil 14-may sanasida bog'imizdagi yana bir yangi uzum navi. O'tgan yili payvand bo'lgan, mana shu yoqdan ko'kka qora qilib chet davlatdan keltirilgan Arra 13 uzum navimiz. Bu ham guldan tushdi. Donlari mana shunaqa holatda. Bandlari holati yaxshi, uncha nozik emas. Bu Arra 13 navimiz erta pishar nav hisoblanadi. Ichida rudimenti bor, qizil uzum. Quruq, cho'lli zonalarga tavsiya etiladi. Yomg'irli, ko'p yomg'ir yog'adigan joylarga tavsiya qilinmaydi, chunki yozilishicha yomg'irda yoriluvchan navga hisoblanar ekan. Kasallikka chidamliligi o'rtacha, pishishi ham o'rtacha. O'tgan yilgi payvandlarning ichidan nishona hosilida birinchi bo'lib pishgan nav mana shu bo'ladi. Bu juda ertaki navga o'xshayapti. Arra 13 navi. Mana shu holatda bugungi holati. Bu ham bog'imizdagi, yurtimizdagi inshaalloh yangi kishmish uzum navlaridan biri hisoblanadi. Kelajakda buni pishgan mevalarni ham shu kanalimizdan ko'rsatib boramiz. E'tiborlaringiz uchun hammalaringizga rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Videolarni kuzatishni davom etinglar. Nasib qilsa bundan-da yangi uzum navlarni sizlar uchun ko'rsatishni davom etamiz.